shu yerda o'tirib tin olaman. Ay qizim, senga necha marta aytaman, a? Bu sutga biroz suv qo'sh. Ertalab bozorga olib borib sotib kelasan. Oy, Alloh buni taqiqlagan-ku. Amirul Mo'mininning jarchisi ham sutga suv qo'shish mumkin emasligini e'lon qildi. Sen suv qo'shayotganingni Umar ham, uni jarchisi ham ko'rmaydi. Qani tur, aytganimni qil. Alloh haqqi, men hammani oldida unga bo'ysunib, yolg'iz qolganimda itoatsizlik qila olmayman. Itoat qilib kam foyda topish ularga bo'ysunmay katta foyda topgandan yaxshiroq. Umar bizni ko'rmasa ham, uni hech qachon uxlamaydigan Robbisi bizni ko'rib turadi. Kecha tunda shahar aylanib charchab qoldim. Shunda devoringiz oldida o'tirib dam oldim. Sud haqida gapirganingizni eshitdim. Tavba qilaman Amirul Mo'minin, tavba qildim. Alloh gunohlarni kechirguvchi, tavbalarni qabul qiluvchi zot. Ha, ammo uning azobi shiddatlidir. Allohdan qo'rq, boshqa bunday gunoh qil.